Assalomu alaykum internet tarmog'i kuzatuvchilari. Siz hozirda Hazras 24 informatsion dasturini kuzatib bormoqdasiz. Sizlar bilan qisqa fursat ichida men Qasimbayeva Gulziyo va men Aziza Yarasheva. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni 1952-yil 1-iyundan boshlab dunyo bo'ylab keng nishonlanib kelinmoqda. Bolalar yurtimizning ertangi kuni, xalqimiz kelajagi va hayotimiz davomchilaridir. Ularning huquq va manfaatlarini himoya qilish, sog'lom, bilimli va barkamol avlod etib tarbiyalash davlatimiz siyosatidagi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Tumanimizda ham 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni tumanimiz markazidagi yoshlar istirohat bog'ida tantanali tarzda nishonlandi. Xushovoz xonandalari tomonidan yangragan kuy-qo'shiqlar barchani raqsga chorladi. Shuningdek, bayram tadbirlari davomida bolajonlar uchun yaratilgan quvonchli muhit ularga unutilmas taassurotlar va ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan tumanimizda bemor va ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar holidan xabar olinib, ularga ma'naviy ko'mak berishga qaratilgan xayriya tadbirlari o'tkazildi. Xususan, tuman hokimligi xodimlari tuman tibbiyot birlashmasi tasarrufidagi bolalar shifoxonasida bo'lib, shifoxonada davolanayotgan bemor bolalar holidan xabar oldilar. Ularning ota-onalari bilan samimiy suhbatlashdilar. Shuningdek, jajji bemorlarga hamkorlar tomonidan tayyorlangan maxsus bayram sovg'alari topshirildi. Mazkur xayriya tadbiri shifoxona devorlari orasida muolaja olayotgan bolajonlar bayram shukuhini his ettirish maqsadida tashkil etildi. Tumandagi 9 va 6-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan bayram tadbiri o'tkazildi. Tadbirda tuman hokimligi xodimlari ishtirok etib, bolajonlarni bayram bilan samimiy tabrikladilar. Bayram davomida jajji tarbiyalanuvchilar tomonidan tayyorlangan kuy-qo'shiqlar, raqslar va sahna ko'rinishlari namoyish etildi. Shuningdek, mehmonlar tomonidan bolajonlarga bayram sovg'alari ulashilib, ularga quvonchli lahzalar tuhfa etildi. Tadbir ko'tarinki kayfiyatda o'tib, bolalarga unutilmas taassurotlar bag'ishladi. 6-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida 10 yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqdaman. Bizning bog'chamizda hozirgi kunda 200 nafar bola tarbiyalanmoqda. Ularga tarbiyachilarimiz mashg'ulotlar o'tib turibdilar. Undan tashqari ingliz tili, rus tili o'rgatilib turibdi. Farzandlarimiz barkamol bo'lib yetishi uchun davlatimiz tomonidan shart-sharoitlar yaratilgan. Hazoras tumanida faoliyat yuritayotgan bir qator oromgohlar bolajonlarni o'z bag'riga oldi. Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni tumanimizda Mehrli maskan, Istiqlol va Hazoras Niholi bolalar oromgohlari o'z faoliyatini boshladi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasining Shumanay tumanidan 26 nafar bolajon yozgi ta'tilni mazmunli o'tkazish va hordiq chiqarish maqsadida oromgohga keltirildi. Mazkur oromgohlarda bolalarning maroqli dam olishi, sport bilan shug'ullanishi, madaniy ma'rifiy tadbirlarda ishtirok etishi hamda bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishlari uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Yozgi mavsum davomida oromgohlarda turli ma'naviy ma'rifiy, sport va madaniy tadbirlarni tashkil etish rejalashtirilgan. Men O'ktamva Shaydo 1-son maktabimdan kelganman. Menga Hazoras Nihol oromgohi yoqdi. Bu yerda har xil to'garaklar, tennis va boshqa sport turlari, keng kutubxonalari bor ekan. Bu yerga birinchi kelishim Qoraqalpog'istondan do'stlarimiz ham keldi. Ular bilan ham donishdim. Menga oromgoh yoqdi. Men Razaqbergen O'rinbosar Shomonaydan keldim. O'tgan yil ham kelganman 2025-yil. Bu yil ham keldim. Aramoq menga juda yoqadi. Bu yerda ko'p do'stlar orttirdim. Turli o'yin o'ynadim, sport, shaxmat, futbol. Menga juda yoqdi. Xalqimizga xos bo'lgan bag'rikenglik, saxovatpeshalik va ijtimoiy ko'makka muhtoj qatlamlarni qo'llab-quvvatlash an'analari bugungi kunda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan.
Xususan, voyaga yetmaganlar, ayniqsa ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni har tomonlama muhofaza qilish borasida joylarda tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. 1-iyun Xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan Hazorasp tumani hokimligi, tadbirkorlar va saxovatpesha homiylar hamkorligida xayriya tadbiri tashkil etildi. Tadbirga tumanda istiqomat qilayotgan 16 nafar o'g'il-qizlar taklif etilib, maxsus bayram dasturxoni yozildi va bayram bilan muborakbod qilinib, esdalik sovg'alari hamda pul mablag'lari topshirildi. Shuningdek, viloyat kengashi deputati Gulnora Matmuratova 1-son maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'lib, nogironligi bo'lgan 12 nafar bolajon holidan xabar oldi. Bolajonlarni bayram bilan samimiy tabriklab, ularga bayram sovg'alarini topshirdi. Tadbir davomida bolalarning quvonchi va yuzlaridagi tabassum bayramga yanada fayz bag'ishladi. Bu kabi ezgu tadbirlar yurtimizda insonparvarlik, mehr-oqibat va bolalarga g'amxo'rlik tamoyillari ustuvor ekanligini yana bir bor namoyon etdi. Halollik orollari dasturining 3-bosqichi doirasida maqsad va strategiyalar mavzusida o'quv seminari o'tkazildi. Hazorasp tumanida O'zbekiston Respublikasi Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi tomonidan Yevropa Ittifoqi moliyaviy ko'magida amalga oshirilayotgan O'zbekistonda korrupsiyaga qarshi milliy ekotizimni mustahkamlash loyihasi doirasida mahalliy davlat hokimiyati organlari uchun halollik orollari dasturini joriy etish bo'yicha o'quv kursining 3-bosqichi bo'lib o'tdi. Mazkur o'quv mashg'ulotlari davomida ishtirokchilarga korrupsiyaga qarshi kurashishning samarali mexanizmlari, ochiqlik va shaffoflik tamoyillarini joriy etish bo'yicha zarur bilimlar berilib, mashg'ulotlar olib borildi. O'quv seminari savol-javoblar, mashg'ulotlar va faol muhokamalarga boy tarzda o'tdi. Tumandagi Temirchi maskani mahallasida siz huquqingizni bilasizmi mavzusida o'quv seminari tashkil etildi. Seminar Hazorasp tumanida Adliya bo'limi hamda tuman ichki ishlar bo'limi hamkorligida o'tkazildi. Unda Temirchi maskani, Sanoat va Bog'dor mahallalarida 2026-yilda shakllantirilgan ayollar daftari 7-bosqichining 5-toifasiga kiritilgan xotin-qizlar ishtirok etdi. Seminar davomida mutasaddilar tomonidan xotin-qizlarning huquqiy savodxonligini oshirish, o'z huquq va manfaatlarini himoya qilish borasida zarur huquqiy tushunchalar berildi. Shuningdek, oilalarda sog'lom ma'naviy axloqiy muhitni shakllantirish, turli salbiy holatlarning oldini olish, huquqbuzarlik va jinoyatchilikka qarshi kurashishda mahalla faollari hamda fuqarolarning hamjihatlikdagi sa'y-harakatlari muhim ekani ta'kidlandi. Tadbir yakunida ishtirokchilarni qiziqtirgan savollarga mutaxassislar tomonidan batafsil javoblar berilib, amaliy tavsiyalar taqdim etildi. Mana hozirgi kunda xotin-qizlar tomonidan huquqbuzarlik hamda jinoyatchilik kabi salbiy holatlarni oldini olish hamda xotin-qizlarga nisbatan jabrlanganlik holatlarini, zo'ravonlikka qarshi kurashish borasida bir qator ishlar amalga oshirilib borilmoqda. Bugun esa shuni ijrosini Temirchi maskanidagi ayollar daftarida turuvchi, nizoli notinch oilalar ro'yxatida turuvchi xotin-qizlar bilan o'tkazdik. Bunda xotin-qizlarimizga huquqiy tushuntirish ishlari olib borildi. Bu borada xotin-qizlar kelgusida salbiy holatlarga yo'l qo'ymaslik, oilalarda notinchlik, nizolilik holatlarini barvaqt oldini olishda huquqiy maslahatlar va huquqiy tushunchalar berib borildi. Bundan asosiy ko'zlangan maqsadimiz yurt farovonligini, tinchligini ta'minlash, xotin-qizlarimizni huquqiy madaniyatini, salohiyatini oshirishdan iborat. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.